2025-yilda hovliga burchatga bosish va sokolga kafel grind bosish qanchadan bo'lyapti? Qadrdonlar, narxini yoritib beramiz, ko'rib turibsiz ustakalarimiz. Yana bitta Fayzda xonadonga chiroyli qilishib burchatga kafel bosib berishibdi. Hozir video syomkamiz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan bo'lyapti. Xizmatlar butun O'zbekiston bo'yicha, bas faqat vodiy bo'yicha ekan. Ustakalarimiz manzillari Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan. Agarda masalan boshqacha fasonda kerak bo'ladigan bo'lsa, ustaxonalarga borsalar bir 20 xil obrazlari bor, ma'qul kelgandan zakaz beraverasizlar. Xo'sh, ushbu burchatkamiz oq sement, mramorda qumiga qirilgan, nomi Sulton Fayz petnoli variantda ekan. 25 ga 25, metallograniti bilan sotilishi 62 ming so'm, bosib berishiga keladigan bo'lsak, narxi 40 ming so'mdan 45 ming so'mgacha ekan. Xo'sh, bu narsani 1 kvadratini bitishi 105 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Agarda sizga boshqacharoq fason yoki arzonroq yoki qimmatroq yoki nima boshqacha fasonda kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'sh, sokolimizga keladigan bo'lsak, bu o'sha Toshkentda kafeli ekan, qadrdonlar. Mana chekkasiga qalamchali mramor yurgizib berishdi, işte bu fason chiqarish uchun. Juda ham chiroyli chiqdi. Xo'sh, balandligi 60 yo'q, 92 sm. Bunimizni 1 sm-ni ustanovkasi qadrdonlar 1000 so'mdan ekan. Ya'ni usta haqisi balandligi 92, bu yog'i 1 metrning narxi usta haqisi 92 ming so'm, ketayotib turgan materiali ham o'sha 92 ming so'mda atrofida ekan. Bu narsani 1 metrini bitishi qadrdonlar 184 ming so'mga bityapti. Kimga shunaqangi garantiyali burchatga bosish xizmati, kafel, granit bosish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, vodiy bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Agarda bozor va biznes kanalidan chiqdim desalaring, sizlarga zakonniy bonuslarni qilib beradi. Tamom.